Voy, fabrikka missiya A, missiya B qaytyapti. Bu vashshi jinni bo'lib ketadi-yu hamma taraf. Qanday qilib men sherigim yo'q. Даже aptechkam ham yo'q. O'lmayapman, o'zim ko'tarsam bo'lar ekan. 3-7 juda ham ajoyib keldi-da. Akkauntim ketdi. Oddiygina akkauntda qoldim. Endi meni hech kim podдержка qilmasa kerak. Hamma akkauntga qarab muomala qiladi. Jon, men ham o'zgardim, lekin o'zgasiga ketmadim. Jonim, men ham o'zgardim, o'zgasiga ketmadim. Albatta, hazillar do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda 3.7 da yangi bug va layfhacklarni tekshirib ko'ramiz. Akkauntga e'tibor bermaysizlar, nickini o'zgartirishga ulgurmaganman. To'g'risini aytaman, akkaunt meniki emas. Demak, videoni boshlamasdan oldin sizlarga har doim aytganman, prosta tak video ko'rmasdan tekinga 100 ishlasanglar ham bo'ladi. Buning uchun shu videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib qo'yasizlar, kommentariyaga omad so'zini yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab o'z UC'larini tashab beramiz. Mana ko'rishinglar mumkin, bu bundan oldingi videomiz g'olibi. Bu kishini ID'larini kopirat qilib adminga tashab qo'yamiz. Admin UC'larini tashab beradi. Tak что agarda sizlar ham UC yutmoqchi bo'lsanglar, shartlarni to'liq bajaringlar. Agarda shartlarni to'liq bajarmasanglar, sizlarning nickinglar random botda ko'rinmaydi. Demak, gap cho'zvordik, videoni boshladik. Demak, birinchi videomiz bu yangi random map degan karta qo'shilgan. Buni ko'p kishi bilsa kerak. Xo'p, bu kartada qanaqadir bizga layfhack yoki bug ko'rsatyapti. Xo'p, granatani nima qiladi endi? Kutamiz, no atak qiziqarliga o'xshayapti. Buni tekshirib ko'ramiz. Nima bo'ldi? Yer teshilib qoldimi? Buni tekshirmasa bo'lmaydi. Unda ketdi. Demak, ko'rishinglar mumkin, menda granata bor. Endi hozir granatani otib ko'ramiz. Haqiqatan yer cho'kib qolarmikin? Qani? 3, 2, 1, bam. Ko'rishinglar mumkin, haqiqatan yer qanday qilib yana bitta granat otaylik-chi, yana cho'karmikin? Agarda cho'ksa vashti zo'r bo'lardi. Voy, ahmoq, men uzoqdan otyapti, arujam yo'q-ku. Yo'q, bu safar o'xshamadi, lekin granata bilan yer teshib qo'yish bu vobshe aqlga sig'maydi. Bu video bizda ham o'xshadi. Keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Pachinkida yangi layfhack ekan, bu juda ham ajoyib. Demak, bu layfhack qanaqa ekan, e'tibor beramiz. Oddiy lisensiyadan chiqib ketyapti, bu xato ekan. Tak, juda qiziqarli, montajni juda ham ajoyib qilar ekan atak. Bo'ldi, men tushundim. Buni tekshirib ko'rmasak bo'lmaydi. Tezda tekshirib ko'ramiz, ketdi. Demak, videoda ko'rgan bo'lsanglar, mana bu 2 etajli uyga tak eshik orqali osongina chiqsa bo'lar ekan. No'yta biz ham chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, ushadimi? Qani chiqishga harakat qilamiz. Bitta sakrab, sakramayapti. Davay. Tushib ketib qoldi. Yana bir marta tekshirib ko'ramiz. Eshikka ilinib, yaxshi. Ko'tarilamiz endi. Qani? Yana tushib ketib qoldi. Demak, osongina chiqib ketish kerak edi. Hozir endi biz birinchi marta qilayotganimiz uchun bir marta o'rganib olsak yaxshi chiqamiz. Qani, xo'p, endi yaqinroq bo'lamiz. Bitta sakraymiz. Yaxshi. Bizda ham o'xshadi. Mana shu yerda agar dushmanlarni kutib oladigan bo'lsa, deraza orqali chiqib dushmanni shokka tushirib qo'ysanglar bo'lar ekan. Ajoyib layfhack. Bunda bu narsani men o'ylashim bo'yicha tekshirib ko'rmasanglar kerak, lekin foydasi tegadigan narsa. Ikkinchi video ham o'xshadi. Unda keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Videoda aytish bo'yicha yangi bug ekan. Qanaqa bug? Xo'p, Wi-Fi o'chiryapti. Bildim, bu bugni ancha oldin ko'rganman, lekin hech qiziqib tekshirib ko'rmagan ekanman. Men shu safar buni tekshirib ko'rish bizga nasib qilibdi. Tekshirib ko'ramiz. Tak tushunmaganlar uchun internetni o'chiryapti deb borib otyapti, keyin internetni yoqsa, uje odam o'lib qolyapti. Bu ajoyib. Tekshirib ko'ramiz. Demak, biz tayyormiz. Xo'p, endi Wi-Fi o'chirishimiz kerak. Xo'p, o'chirib endi otishimiz kerak. Otdik. Tak endi Wi-Fi yoqamiz. Hozir odam o'lgan bo'lish kerak. Pin qani joyiga tushdimi? Pin joyiga tushdi. Yo'q. Hech qanaqa odam o'lmadi. Qanaqasiga men tushunmadim. Yana bir marta tekshirib ko'ramiz. Ikkinchi urinish. Xo'p, mana internetni o'chirganmiz. 400 pin bizda. Yana yoqamiz. Ya'ni Wi-Fi uzr internet deb yordim. Qani o'xsharmikin? Agar o'xshasa zo'r bo'lardi, lekin men bu layfhack ili bug'mi bu bilmayman. O'shanga juda ham qiziqqanman paytida. Ishlamay qoldimi? Xo'p, mana yana bir marta tekshirib ko'ramiz. Immeni head beryapman, ko'rib turibsizlar, boshiga uryapman. Может o'lib qolar hozir Wi-Fi yoqqandan keyin. Tak, nima bo'lar ekan? Yo'q.
Hech qanday narsa o'zgarmadi. Qanday qilib? Demak, bizani aldashgan. Men lekin mana shu bagga juda ham qiziqardim. Oldindan ko'rardim, lekin hech tekshirib ko'rmagandim. No'yta tekshirib ko'rdim, bu yolg'on narsa ekan. Yana bitta TDMda layhak ekan, bu o'zbek bratdan, Azik bratdan, bu kishini ko'p kishi taniydi. Oldi igrok bo'lganlar. Xo'p, ikkita hit berdilar. Nima qilar ekanlar? Nima? Vo, qanday qilib? Men realni bilmasdim. Hozir tekshirib ko'ramiz. Atak o'xshasa zo'r. Demak, mana shu yerdan 2 dona hit berib, biza uyushtirilgan bu narsa. Xo'p, mana shu yerga kelamiz. Kulak bilan ursak, vo, qanday qilib? Hey, realni o'xshar ekan. Men prosta uyushtirilgan deb o'yladim. Bu video uyushtirilgan. No'yta o'xshamaydi deb o'ylagandim-da. Mana shu yerda videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. 100 mingtaga ozgina qolgan. Jigar o'xali, давайте поддержка. Demak, bu video ham o'xshadi. Ajoyib. Ko'p videolar o'xshayapti. Bu videoda aytishi bo'yicha 3-7 yangilanishdi. Xo'p, eventdan biza nayzaga o'xshagan narsani olsak, o'zimiz ko'tarsak bo'lar ekan. Hech qanaqa sheriylar keragi yo'q ekan. Eta buni tekshirib ko'rish kerak. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana bu nayzami bu nimadir qo'ydi. Xo'p, endi nima qiladi? O'zini portlatadi, конечно. Da, вот portlatyapti. Tak, oxirigacha ko'ramiz. Aptechkani ham olib tashlayapti. Endi hozir ichkariga kirib o'zini ko'tarsa bo'lar ekan. Eta bu g'alati. Xo'p, ko'ramiz. Vot o'zini ko'tardi. Qanday qilib? Plus bu yerda joni ham to'lar ekan. Tekshirib ko'rish kerak. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda o'sha akvamenni, bu nima bu? Nayzami bu? Nima bu? Короче, o'sha narsa bor. Tak, endi qiladigan ishimiz o'zimiz granatada portlatamiz. Xo'p. Tezroq. Tak, bo'ldi, portlatdik. Endi ichkariga kiramiz. Hozir bizda aptechka bor, o'shaning uchun o'zimiz ko'tarsak bo'ladi. Aptechkani olib tashlaymiz. Vo, haqiqatan qissa bo'lishi shekilli. Cho'ta teammeytlarim yo'q. O'zim ko'tarsam bo'ladigan narsa turibdi. Hozir bosamiz. Qanday? Qanday o'lib qoldim hozir? Do'stlar, o'lib qolganim sababi men teammeytim yo'qligi uchun o'lib qoldim deb o'ylayapman. Hozir teammeйтlarim bilan ikkinchi o'yinga tushdim. Aytgancha mendan so'raysizlar nima uchun videolar kam deb, masalan bitta yashirgan narsam bor. To'g'risi men o'zi kechqurun Batmanlik qilaman. Demak, nayza bilan men bu doirani tayyorlab olishimiz kerak. Xo'p, tayyor. Endi doiradan chiqib turib, o'zimiz granata bilan portlatamiz. Qani, bizda teammeytlarimiz bor. Bu safar o'lib ketmasak kerak. Xo'sh. 3, 2, 1 o'zimizni portlatdik. Endi ichkariga kiramiz. O'zimiz ko'tarsak bo'ladi, chunki bizda aptechka bor ko'taradigan. Buni olib tashlaymiz. Va o'zimiz ko'tarsak bo'ladi hozir ham. Endi mana ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa aptechka yo'q. Bosamiz. Vo, ko'taryapti do'stlar. Demak, bu video ham o'xshar ekan. Voy, to'xtab qoldi. Tushundim. Tushunmaganlar uchun men bu sariq to'siq bo'lganda bizga vaqt berar ekan, qanchadir miqdorda. O'sha vaqt ichida biz o'zimiz ko'tarishga ulgurishimiz kerak ekan. Tak что bu video o'xshadi, hech qanaqa fake emas. Demak, keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Bu layhak video bo'libdi. Bu qanaqa video ekan? To'g'ri tushunmayapman. Xo'sh, hozir oxirigacha ko'ramiz. Tushunarli. Allaqancha sezonda esinglarda bo'lsa, eventni ichidan do'stlar nok bo'lib qolsa, do'stlar o'lib qolsa ko'tarsa bo'lardi eventni ichidan. Hozir biz ham tekshirib ko'ramiz. Agar o'xshasa zo'r bo'ladi. Chunki pastga tushib o'tirmaysizlarda, eventni o'zidan ko'tarasizlar. Do'stlar, haqiqatan ko'rishingiz mumkin. Realni eventni ichidan ko'tarsa bo'lar ekan. Ko'rgan bo'lsanglar, ikkinchi mana arab do'stim, ya'ni tanimayman, o'sha nok bo'lib qolgan, voy nima dedim? O'lib ketgan, o'shani ko'tardim. Haqiqatan o'xshar ekan. Endi pastga tushib, короче, borib ko'tarmaysizlarda, eventni ichidan ko'tarsanglar bo'lar ekan. Bu narsani sizlar bilarmidinglar? Albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana shu videoni ko'rishingiz mumkin. Hozir o'zi bu video, lekin menda qotib qoldi nimadir bo'lib. Tak, ko'rgan bo'lsanglar, oxir paytlarda Instagram, TikTokda mana shunaqa videolar ko'p aylanyapti. Missiya A, missiya B kelmoqda. Yo do'stlar, men ham ko'zim tushdi, juda ham ko'p joylarda TikTok, Instagramda ko'p chiqyapti, lekin plus meni atmeta qilishyapti. Hozircha bunaqa ma'lumot yo'q. Ma'lumot bo'lmasin ham, chunki missiya A bilan missiya B chiqsa, vobshe kasha bo'lib ketadi PUBG haqiqatan. O'shaning uchun bunaqa videolarga ishonmanglar, hozircha fake, 99% fake.
Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlardan uzr so'rab qolaman, chunki bugungi videomiz ozgina zerikarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi обязательно fikringizni yozib qoldiringlar, chunki buglar kam bo'ldi. Menga ishoninglar, buglar hozir tayyorlab qo'yganman, bu videoga tiqmadim. Agarda shu video 2000 ta like bo'lsa, shu videoni part 2si chiqadi. Juda ham jinni qoradigan buglar bor. Shularni ham ko'rsataman. O'shaning uchun like bilan obunani ayamanglar. Keyin yana bitta narsa, sizlarning sezgirligingizni tekshirib ko'ramiz. Shu bitta dona video olish uchun nechta akkauntdan foydalandim. Videoni boshqatdan ko'rasizlarmi, ko'rib chiqinglar. Nechta? Davlat kommentariyga yozib qoldiramiz. Chesni faqat birovlarning gapiga quloq solmasdan o'zingizlar sanab chiqinglar. E'tiborlimisizlar, yo'qmi ko'ramiz. Demak, hammanglar o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Chao, chao, kakao.